2025-yil 19-21 may kunlari O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan Vengriyada bo'lib, Budapesht shahrida o'tkaziladigan Turkiy davlatlar tashkilotining norasmiy sammitida ishtirok etadi. Vengriya 1991-yil 26-dekabrda O'zbekiston mustaqilligini tan olgan. Ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalar 1992-yil mart oyida o'rnatilgan. Vengriyaning Toshkentdagi elchixonasi 2008-yildan buyon, O'zbekistonning Budapeshtdagi elchixonasi esa 2021-yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. Mamlakatimizda Vengriya ishtirokidagi 17 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Shundan 10 tasi qo'shma va 4 tasi to'liq ushbu davlat kapitaliga ega. Toshkent xalqaro investitsiya forumida Vengriya ishbilarmon doira vakillari muntazam qatnashib kelmoqda. So'nggi 2 yil davomida Toshkentda biznes forum, Budapeshtda esa o'zbek kompaniyalari uchun road show tadbirlari tashkil etildi. Buxoro shahridagi viloyat o'lkashunoslik muzeyida 19-asrning mashhur vengr sharqshunosi sayyoh Armeniy Vamberi sharafiga yodgorlik lavhasi o'rnatilgan. U 1863-yilda O'rta Osiyoga sayohat qilgan Xiva xonligi, Buxoro amirligi va Samarqandda bo'lgan. Sayohatlari natijalariga ko'ra Buxoro yoki Transoksaniya tarixi qadimdan to hozirgi kungacha va O'rta Osiyo bo'ylab sayohat kitoblarini yozgan. 2024-yil oktyabrda Vengriyaning Laketelik shahrida buyuk o'zbek shoiri Alisher Navoiyga bag'ishlab yodgorlik ochildi. Toshkentda Vengr kinolari haftaligi, Budapeshtda esa O'zbekiston madaniyati kunlari o'tkazilgan. Bugungi kunda hamkorlikning asosini 50 dan ortiq ikki tomonlama hujjatlar tashkil etadi.